Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshler, tug'anlar. Sizlarga qaynoq salom Koreyadan tug'anlar. No, karistlar qarab ko'ringizlar, 3 soat yerga shunday cho'ng uylar quratgan. 3 soat, no, 4 soat yer ko'ratasizlar. Cho'ng uylar. Mana ortida turganda 3 soat yerga qurilgan uylar. Do'stlar, bu videoni boshlashdan oldin uylarni ko'rsataman. Özümüz Jalalabad'da Pushkina ko'chasida endi Pugacheva ko'chasida Pushkinani пересекающий ko'chada do'stlar 4 soat yer sotilayotgan. Tug'anlar, o'shol videoni ko'rib, oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumot olasizlar. Srochno sotilayotgan. Shashiling. Men videoni yaxshiroq jasab berayin desam, yo'q deb shashiltirib deysiz. Do'stlar, srochno 4 soat yer Jalalabad shaharda Pugacheva ko'chasida sotiladi. O'shoni ko'rib, like bosib, kanalga qattolganingizlar, kanalga qattolib qo'yingizlar do'stlar. Sizlar shu like bosib, gruppalarga taratib tursanglar, shunday reklamalar ko'p bo'lib turadi. Sizlar aktiv bo'lsanglar, reklamadagi aktiv bo'ladi inshaalloh do'stlar. İşleringizga iyilik, kommentariya yozib qo'yingizlar. Jalalabad shahri turabi, Qirg'iziston qanday bo'ladi pagoda? Bizda sonun shunday pagoda bo'ladi do'stlar. Gapni qisqartirib reklamaga ketdik do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Продается дом 400, 20 на 20, квадратная. Вдоль этой стены до туда 20 метров. Есть одна постройка, 2 комнаты с печью и подвалом. Подвал 4 на 8 и 2 комнаты, одна 3 на 4 и одна 4 на 4,5. Вот здесь спуск на подвал. 4 на 8. Полностью бетонированный. Есть туалет. Есть еще для других комнат фундамент небольшой. Здесь 2 комнаты. Одна 3 на 4, 2,5 метра потолка. И вторая 4 на 4,5, ну 4 на 4. Здесь 2,70 потолок. Улица Пугачева. Там большая дорога Пушкина улица. Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshler, do'stlar. Rossiyadan Qirg'izistonga, Qirg'izistondan Rossiyaga mashina перевозка bo'yicha o'zimni tug'anim shul заниматься etadi. Bemalol chalsanglar bo'ladi do'stlar. Nomer telefonlarini qoldirib qo'ydim.